Bu video именно mana shu seleksiya yo'nalishi bo'yicha oyoq tangalari bo'yicha noto'g'ri tushunayotgan aka-ukalarimiz uchun. Aka-ukalar, bu oyoq tanga to'g'risida qilayotgan videolarimda misol juda ko'p kanalchilar video qilib chiqishyapti, negativlik qilishyapti. Tanjalari sog' bo'lsin ularni ham. Bu yerda bitta narsasi, ba'zi bir kanalchilarning noto'g'ri tushungan joylari bor ekan. O'sha narsani to'g'rilab ketyapman. Именно bittasini ham gaplashdim. Negativlik qilayotgan bir bizdan yoshi katta bo'lsa kerak. O'sha aka bilan gaplashdik. Ilyosbek, men bu narsa to'g'risida sal noto'g'ri gapiraman, noto'g'ri tushunibman dedilar. Bu yerda mana xo'roz yutadi, bu xo'roz yutkazadi degan ma'lumot yo'q. Faqat qo'lingizda turgan xo'rozni o'sha qanaqa quvvatga egaligi, faqat fizik holati zo'r bo'lsa. Misol 1000 chempion bo'lganda ham boqov darajangiz 0 bo'ladigan bo'lsa, u oddiyroq xo'rozdan kalta yeb qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu aytilayotgan xarakteristika, qon deyilayotganda bu bola berish darajasi. Misol 75 talik, 80 talik, 50 talik bu bola berish koeffitsiyenti u o'sha xo'roz. Bu yerda endi kitobda qon deb kelingani uchun qon deb gapiriladi, lekin aslida o'zbekchasiga bola berish koeffitsiyenti hisobida. Xo'p, aka-ukalar, bu bir narsani sizlar to'g'ri tushuninglar, bu bola berish koeffitsiyenti, qon darajasi bu urush qog'lig'iga umuman daxli yo'q narsa. Urush qog'lig'i chempion xo'roz bo'lishi mumkin, lekin bola berish koeffitsiyenti past bo'lishi mumkin. Bu qon darajasi, bola berish koeffitsiyenti bu faqat seleksiya uchun ishlaydi. 1000 zo'r bo'lganda ham xo'roz bolani yaxshi bermaydi. Aytaga ko'pchilik aytadi, u xo'rozim zo'r edi, qattiq urishadi, lekin bolani yaxshi bermayapti. Nimaga? Qon daraja pastligi uchun. Shu bola berish koeffitsiyenti pastligi uchun. Bu oyoq tangalari shunaqa narsa. U yutadi, bu yutadi degan narsani gapirilmaydi bunda. Faqat qo'lingizda turgan narsani seleksiya, misol bu xo'roz bo'lsa, bu makon. Mana u xo'rozni bunga parlash uchun to'g'ridan to'g'ri birga to'g'ri keladimi? Ash narsani aniqlab beradi. Mana u qon darajasi zo'r, jang xarakteristikasi zo'r. Misol. Faqat kamchiligi bo'ladi. Misol bu xo'roz urush qog'lig'i zo'r bo'lishi mumkin, kalta kattaligi zo'r bo'lishi mumkin, lekin pix ishlatmasligi mumkin. Pix yaxshi ishlatolmasligi mumkin. Endi siz bunga seleksiya qilishda mana bu narsadan foydalanasiz. Mana bu makonda pix ishlatish darajasi yuqori, konsovkasi kuchli. Bunga parlash kerak. Nimaga? Bu makondagi oliy darajada kelayotgan narsa bunda silabiy kelyapti. Buni mukammallashtirish uchun buni qo'shasiz. Endi chiqargan jo'jangizda bunga o'xshab ham chiqadi, bunga o'xshab ham chiqadi. Lekin ikkalasini qonuni tengmi-teng ushlab turib, mana bunday holatda ham chiqadi. Ikkalasini qonuni 50-50 ushlab turib, mana darajada chiqadi. Yon narsasi bor. Urush qog'lig'i, kalta kattaligi hamma tomoni zo'r, ishlatishi ham zo'r. Seleksiyaning kerakli joyi shu yerda. Именно o'shani partiyadan shuni olib olasiz, uni o'sha keyingi naslga ishlab ketasiz. Bu yerda o'sha mukammal chiqqan, ota-onani teng ushlab turib mukammal chiqqanini tortib olib ishlab ketaverasiz. Bu seleksiya shuning uchun kerak. Yildan yilga zotingizni kuchaytirish uchun kerak. Xudo xolasa ishlayapmiz. Maslahat qilganlar o'zi juda ko'plari bu narsani effektini ko'rishdi, qanchalar rahmatini aytishdi. Lekin ChatGPT'da chiqib olib turib o'rgatayotgan unaqa narsalarga ishonmaydi, chunki juda ham qattiq xato ketyapti. U tortishib qolgan joyi bo'lganligi uchun noto'g'ri ma'lumot berib, hamma tomonni chalkashtiryapti. Bu yerda mukammal biladigan To'raqo'rg'ondan Mahamadjon aka, meni ustozim Mahamadjon aka biladi. Mukammal biladigan O'zbekistonda. Keyingi o'rinda misol biz shogirdlar. Misol men borman, mendan tashqari yana adashib bo'lsam 11 kishi bor. Именно o'sha ustani o'zlaridan ta'lim olgan bolalar. Ulardan boshqasining gapi qiziq emas. Ular to'g'ri noto'g'ri ma'lumot beryapti. Именно o'sha Qo'qonlik Ulug'bek degan xo'rozvozga ham o'sha ChatGPT'chilardan kimdir ma'lumot bergan ekan, o'shanisiga qarab turib u noto'g'ri narsa deyotgan ekan. Gaplashdik, ikkalamiz gaplashib oldik. Xudo xolasa u akaning ham ancha fikrlari o'zgardi.